Okey, sizni mashinangizni sizdan so'ramasdan vobshe o'zgartirib tashladim. 3-ishtirokchini qanaqa aniqlashimni video davomida aytaman. Buni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Prosta bitta like bosib qo'yasizlar. Kovunli diski bo'ladi, R20. Xullas akalar, uncha-munchaga sinib ketmaydi bu diski. Menga aytishdi-da, $2,500 ga diski balondan taqasanmi, baribirga ham beraverasan-ku mashinani deydi. Yo'q akalar, o'zimga ravo ko'rganimni har doim sizlarga ravo ko'raman. 3-ishtirokchini prosta like bosib qo'ying. Likedan aniqlaymiz. Kimlargadir obuna bo'lishingiz shart emas. Prosta avtomatik obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Chunki men obunachilarimga shu jentrani beraman deb aytganman. Avantilsdan aynan shu diskani oldim. Xullas akalar, Kovunli diski aytganimda menga birinchi variantni ko'rsatishdi, ikkinchi variantni ham ko'rsatishdi. Menga akalar, mana shu Kovunli birinchi variant yoqdi. Agarda siz diska taqmoqchi bo'lsangiz, inomarkalarga diskalarning kattalari bor, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Akalar, hammaga omad.